Sizlarga hozir shu kechqurungi salat tayyorlashni o'rgataman. Bonjour makkasi, qo'y go'shti, yoqsiz, grujinka, smetana, bodring, iceberg karam, to'rtta tuxum. Bomba salat bo'ladi. Unda aralashtirib olamiz. Tuxum tayyor, shu holat kelguncha aralashtirasizlar. Unda mana bu turib, skоворodkada yog' yo'q. Unda quyasizlarda hamma joyga tegishli aralashtirib olasiz. Chekkalar o'zi qayriladi, shundan keyin ko'tarib olamiz. Chekkalar qayrildi. Hamda ushlab turib buni qizarib ketish shart emas, xuddi shunaqangi oppoqligicha olib, buncha yumshoq qilib kesib olamiz. Hamda uzuncha mana shunday qilib kesib olamiz. Hamda to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Bularni chiroyli bilan go'shtni mayda to'rtburchak to'g'ralib, grujinka bilan go'shtni bodring. Bu iceberg karam foydasi vahshiy zo'r buni. Zo'r yog'larni terib qo'yadi. To'g'ri karamdan ham mazaliroq, effekti ko'proq. Mazza beradi salatga. Endi o'yin makkamizni tablaringga qarab solaverasizlar. Mana shu men 3 qoshiq to'la soldim. Yaxshi effekt beradi, yetadi shu. 7% smetanamizdan 4 qoshiq solyapman. Bitta butundan yarmidan sal ko'prog'i ketadi. Hammasini keyin yaxshilab smetana hamma joyga yetib borish kerak, aralashtiramiz. Bu salatni bitta qildingizmi, ertasiga olib qo'ymasligingiz kerak. Chunki suvlari, smetananing suvlari chiqib, mazasi qochib ketadi. Buni svejeligida yaxshilab aralashtirib, srazi 2 tarelka, 3 tarelka yeyish kerak. Bitta tarelkada где-то 350 kaloriya bo'ladi, lekin asl to'yimli. Kechqurun yotishdan oldinga hazm tez, bomba salat. Xullas qisqasi eng didi nozik odamlarga ham yoqadigan salat. Eng muhim qoidasi, tuz ham solinmaydi, yog' ham solinmaydi. O'zi mazasi juda shirin bo'ladi. Salatim tayyor. Hamma yoqimlishda va bu salatni обязательно qilib yeb ko'ring. Bismillah. 100% yoqadi.